Aslida bu gapni hammamiz yaxshi bilamiz, lekin nimagadir unutib qo'yamiz. Har bitta ayol yelkasida katta mas'uliyat bilan tug'iladi. Ammo hayoti davomida ana shu mas'uliyatni oqlab yutuqlarga erishish uni qarorlarga bog'liq. Xoh biznesda, xoh hayotda bo'lsin, eng kerakli vaqtda muhim qarorlar qabul qilgan ayollar shubhasiz tarixda qoladi. Kecha men Millions Man mukofotini eng yaxshi biznes ona nominatsiyasiga loyiq ko'rildim. Ishoning, buni ortida yillar davomida qilgan tinimsiz mehnatim va albatta muhim qarorlarim turadi. Mukofot faqat meniki emas, bu barcha oila a'zolarimning g'alabasi. Onalar ko'rsatgan qat'iyat nafaqat o'ziniki, balki farzandlarining kelajagini ham o'zgartira oladi va bu jamiyat uchun ham juda muhim. Shunday ekan, bugun siz hoziroq o'zingizga savol bering. Farzandlaringizni muvaffaqiyatga yo'llaydigan muhim qaror qabul qilishga tayyormisiz? Agar siz ham meni yo'limdan borishni xohlasangiz va ko'proq bilim olishni istasangiz, sahifamga obuna bo'ling va Reelsni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Birgalikda rivojlanamiz.